Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Dedam tadbirkorlik va pedagogiya instituti biologiya va qishloq xo'jaligi mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi zoologiya fani o'qituvchisi Hayitova Ziyatullaeva bo'laman. Bugun sizlar bilan xordalilar tipi, lichinka xordalilar, ura-xardata yoki qobiqlilar sinfi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, xordalilar tipi. Xordalilar tipi 4 ta kenja tipga chala xordalilar, lichinka xordalilar hamda bosh skeletsizlar va bosh skeletlilar kabi kenja tiplarga bo'linadi. Ular ham o'z navbatida bir qancha sinflarni o'z ichiga oladi. Masalan, chala xordalilar ichak bilan nafas oluvchilar, qanot shabralilar kabi sinflarga, lichinka xordalilar esa assidiyalar, salblar, appendikulyariyalar, bochkalilar hamda olov-tanlilar kabi sinflarni o'z ichiga oladi. Bosh skeletsizlar esa sefaloxardata, ya'ni xordaboshlilar kabi sinfni o'z ichiga oladi. Umurtqalilar sinfi, umurtqalilar kenja tipi esa 3 ta katta sinfni jag'sizlar, baliqlar katta sinfi hamda quruqlikda yashovchi umurtqalilar yoki tetrapoda yoki mammaliya sinflarini o'z ichiga oladi. Ularning tashqi tuzilishi haqida gaplashsak. Lichinka xordalilar sodda va band tuzilgan dengiz hayvonlari bo'lib, asosan lichinkalik davrida xordalilar tipiga xos bo'lgan tuzilishga ega. Voyaga yetgan davrda bu hayvonlarning xordasi yo'qolib ketadi. Faqatgina appendikulyariyalar vakillaridagina xordasi butun umr davomida saqlanib qoladi. Lichinka xordalilarning tanasi qopsimon yoki bochkasimon yokida bodringsimon ko'rinishga ega bo'ladi va tanasining usti qobiq bilan qoplangan. Qobiqning kimyoviy tarkibini o'rganib chiqadigan bo'lsak, uning tarkibida sellyuloza borligi aniqlangan va aynan mana shu sellyuloza borligi ularning o'simliklar dunyosi bilan bog'liqligini ko'rsatib turuvchi birdan-bir misol hisoblanadi. Ularning yashash muhitlari. Lichinka xordalilar ba'zi chuchuk suvli dengizlardan tashqari barcha dengiz okeanlarda tarqalgan. Ko'pchiligi tropik va subtropik dengizlarda yashaydi va ularning yashash muhiti 550 metrdan 5000 metr chuqurlikkacha keng tarqalgan deyishimiz mumkin. Ularning turlari asosan 1,5 mingdan 2100 ga yaqin turlari mavjud va MDH davlatlarida esa 150 ga yaqin turlarni uchratishimiz mumkin. Endi ularning sinflari haqida gaplashadigan bo'lsak, ularni yuqorida aytib o'tdik, 5 ta sinfni o'z ichiga oladi. Assidiyalar, olov-tanlilar, salblar, bochkalilar va appendikulyariyalar. Ularning har bittasiga alohida to'xtalib o'tamiz. Assidiyalar sinfi sistematikasi. Ularning 1000 ga yaqin turi, 100 ga yaqin urug'i va 2 ta turkumi yakkassidiyalar hamda monossidiyalar vakil. Yakkassidiyalar monossidiyalar hisoblanadi hamda murakkab assidiyalar mavjud. Ularning tanasining uzunligi 2-3 mm dan 40-50 cm gacha uchraydi. Sharsimon assidiya ularning asosiy vakili hisoblanadi. Murakkab assidiyalar turkumlarning vakillarining kolonial kurtaklardan rivojlangan assidiyalar ona assidiyalar bilan tutashadi. Bunday assidiyalarda bir nechtasi tashqaridan umumiy parda bilan o'rab olinadi va ularda bitta umumiy klovka mavjud bo'ladi. Ayrim dengizlarda 1 metr kvadratda 8-10 mingtagacha, 1 gektar joyda esa assidiyalardan 300 kilogrammgacha kletchatka olinadi. Assidiyalarning ichki tuzilishi va lichinkasining ko'rinishini bu slaydda ko'rib o'tishimiz mumkin. Ularning ichki ko'rinishi. Demak, olov-tanlilar sinfi olov-tanlilar turkumini o'z ichiga oladi va assidiyasimon koloniya asoschisi rivojlanadi. Undan kurtaklanish yo'li bilan 4 ta olov-tanlilardan tashkil topgan guruh hosil bo'ladi va ular umumiy qobiq tunika bilan o'ralgan. Olov-tanlilar koloniyasidagi har bir a'zosi halqumning oldingi qismida yorituvchi hujayralar guruhi mavjud hisoblanadi. Ularning tanasining uzunligi 20-40 cm va hattoki 30 metrgacha borishligi mumkin. 10 dan ortiq turlar shakllangan. Keyingi sinfimiz salblar. Ular dengizlarda erkin suzib yuruvchi yakka yoki koloniya bo'lib, pelagik hayot kechiruvchi qobiqlilar hisoblanadi. Gavdasining uzunligi ko'rinishi bodringga o'xshash cho'ziq yoki bochkaga o'xshash bo'ladi. Gavdasining oldingi uchida keng og'iz teshigi va keyingi uchida klovka o'rnashgan bo'ladi. Tanasining uzunligi 5-15 cm va 30-40 cm gacha kelishi mumkin. Salblar sinfiga bitta haqiqiy salblar turkumi va 25 ta tur kiradi.
Salqlar sinfi vakillari asosan issiq dengizli suvlarda pelagik hayot kechiradi va dengizlarning 200-300 metr oralig'ida ularni uchratishimiz mumkin. Keyingi sinflarimiz bu Xo'p, salqlar sinfi vakillari jinsiy va jinsiz qurtdaklanib ko'payadi. Jinsiz usulda ko'payish yakka salq gavdasining ortuvchida maxsus o'simta salon hosil bo'ladi. Bu salondan jinsli qiz individlar ketma-ket qurtdaklanib, zanjirsimon koloniya hosil qiladi. Va bu ularning tasviri. Bochkalilar sinfiga ikkita avlod va bir necha tur kiradi. Bochkalilar uchun polimorf koloniya hosil qiladi. Ular dengizlarda koloniya holida erkin suzib yuruvchi hayvonlar hisoblanadi. Tanasining uzunligi bor-yo'g'i 3 santimetrgacha yetadi. Ular jinsiy va jinsiz egallanib ko'payadi. Va oxirgi sinfimiz apendikulyariyalar. Gavdasining uzunligi 3 mm dan, ayrim turlar esa 1-2 santimetrgacha borishi mumkin. Ular yakka-yakka holda erkin suzib yuradi. Hayot kechiruvchi primitiv qobiqlilar hisoblanadi. Apendikulyariyalar germafrodit bo'lib, faqatgina jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Lichenkasining og'iz teshigi bo'lmaydi, lekin xordasi va nerv nayi rivojlangan. Ularning 60dan 100 ga yaqin vakillari mavjud. Hamma okean va dengizlarda uchraydi. Bu ularning tashqi ko'rinishining umumiy tasviri. Shu bilan bugungi xordalilar tipi vakillarining asosiy sinfi bilan tanishib chiqdik. E'tiboringiz uchun sizlarga kattakon rahmat.